Assalomu alaykum qadrdonlar. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Demak, bugungi marafonimizning ikkinchi kunini boshlaymiz. Ko'pchiligingiz umid qilamanki, boyagi kechagi vazifalarni hammasini bajardingiz. Ya'ni kecha biz sizga bergan o'sha boya e, aytib o'tganimizdek kun davomida nazorat qilib yurdingiz. Ya'ni kun davomida siz qani qanday ovqatlar menda qanday fikrlarni uyg'otyapti? Nima uchun men shu ovqatni yeyapman? Bu ovqatni yeyish menga yeyishim va bu ovqat umuman menda qaysi voqea, qaysi hissiyotlarni uyg'otyapti degan savolga e'tibor qaratib yurdingiz degan umiddaman. Agar siz kun davomida o'sha ovqat menda nima hissiyot uyg'otyapti degan fikrga e'tibor qaratib, nima uchun men aynan shu ovqatni yaxshi ko'raman, nima uchun bu ovqatni yomon ko'raman degan fikrga e'tibor qaratib yursangiz, siz bilasizki, yaxshi ko'rgan ovqatingizni yaxshi ko'rishingiz sababi o'tmishga bog'liq. Birinchi marta shu ovqat bilan uchrashganingizda sizda shakllangan e, hissiyotlarga bog'liq. Yaxshi ko'rmasligingiz ham xuddi shunga bog'liq. Masalan, qanaqadir bir ovqat borki siz yaxshi ko'rmish, chunki birinchi marta yeganingizda uni qanaqadir bir sizni badaningizda o'ziga xos noxush bir voqea bo'lgan. Misol uchun ovqat yeyotganingizda kimdir urishib turgan bo'lishi mumkin, yoki o'sha ovqat yeganingizda og'zingizda qanaqadir ovqatni mazzasi birinchisi bemazaroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin уже ikkinchi marta уже yegiz ham kelmay qolgan, shu bilan u ovqatni yomon ko'rib qolgansiz. Qaysi ovqatni ko'proq yaxshi ko'rgansiz? Qaysiki yaxshi hissiyotlar bilan bog'langan. Atrofda judayam shu ovqatga munosabat boshqacha, o'zgacha bo'lgan ovqatlarni siz yaxshi ko'rib iste'mol qilgansiz, qadrdonlar. Demak, biz asosan yeyotgan ovqatimizni yeyishimizni asosiy sababi bu o'sha ovqatni o'zi haqiqatdan zo'rligidan emas. Ovqatni mazasi mana shuncha ahamiyatga ega. Mana shunchasi uni atrofida shakllangan sun'iy yaratilgan hissiyotlarga bog'liq. Demak, biz ovqatni yeyishimizni sababi shu ovqatga ehtiyojimiz borligidan va bu ovqat bizni qutqarib qolayotganidan emas, yoki bu ovqat bizga qornimizni to'ydirayotganidan emas. Biz ovqat yeyishimizni asosiy sababi mazzadan. Buni hammamiz bilamiz. Demak, men shu ovqatni mazza qilganim uchun yeyman. Shu ovqat menga miyamda yaxshi deb saqlangani uchun yeyman. Lekin masalan, oddiy misol pirojnilarda ham. Shunaqa pirojnilar bor, siz yoqtirmaysiz pirojni. Nega desangiz, birinchi marta yeganingizda haligi yomon hissiyot uyg'otgan sizda. Shunaqa pirojni bor, mazza qilib yeysiz, chunki birinchi marta yeganingizda yaxshi hissiyot uyg'otgan. Demak, biz ovqatni yeganimizda ovqatni asli hozirgi ovqatda emas gap. Gap bizni shu ovqatga bo'lgan, ovqat orqali shakllangan hissiyotlarimiz va ovqatga bog'liq bo'lgan xotiralarimizga tegishli ekan. Biz buni aniqlagan sarimiz hozirgi mana ovqat aslida bu shu ovqat bu xotiramga daxli bu xotiramda ishtirok etgan, lekin xotiramni uyg'otib bermaydi bu ovqat. Bu ovqat meni yana o'sha davrga tushirib qo'ymaydi. Bu ovqat hozir shu yerda bor yo'g'i ovqat ekanini tushunsam, men bu ovqat orqali o'zimni stressimni chiqarish, bu ovqat orqali rohatimni olish, bu ovqat orqali o'zimcha o'zimga yengil qilish degan xom fikrlardan xalos bo'laman. Chunki ovqat yeganim bilan stressim ketmaydi, ovqat yeganim bilan men baxtli bo'lib qolmayman, ovqat yeganim bilan men hozir shu yerda o'sha davrga qaytib qolmayman. Men teran fikrlashim kerak, qadrdonlar. Demak, bugungi mavzularimiz siz bilan quyidagicha bo'ladi. Kecha aytganimdek, har xil hissiyotlar bo'ladi sizda, yaxshi, noxush, kimlargadir yoqmashi mumkin bu xususiyatlar, hechqisi yo'q. Biroz sabr qilsangiz, siz bir cheksiz erkinlikka ega bo'lasiz. Endi mana kecha men tushuntirib berdim. Ko'p holatlarda biz o'zimiz programma qilishimizni, ayniqsa mana hozir bu programmalashtirishda qarang, mana oddiy misol, bizga yoqmaydi. Masalan, agar mana biron bir ovqatni olsakda, biz yaxshi ko'rib yeydigan ovqatni olsakda, o'sha ovqatni kuchukka bersangiz yemaydi shu kuchuk shuni. Masalan, mana hamma mazza qilib yeyotgan, aytaylik, kireshka yoki KFC yoki shunga o'xshash bir ovqatlarni kuchuklarga yoki hayvonlarga bersangiz, ular yemaydi bu ovqatni. Nega biz mana shu bema'ni ovqatlarni
yeyapmiz. Nega biz umuman ovqatlarni yeyapmiz degan savolga olimlar tekshirishi shu bo'ldiki, qadrdonlar. Biz ovqatlarni yeyotganimiz sababi asosiysi bu aromatizatorlarda. Aromatizator ovqatga o'ziga xos mazza beradi, o'ziga xos hid beradi. Bu ovqatni tabiiy hidi emas, ovqatni tabiiy mazzasi emas. Biz hid qulimiz, qadrdonlar. Bizni asosiy miyamiz signal beradi hidga. Misol uchun men hozir biron bir narsani hidlasam, masalan mana krujkani hidlasam, qarshi hech qanday suv hid bo'lmasa, men bu suvni ichaman. Lekin men shu krujkani hidlasamda, e, idish yuvgan lattani hidi kelsa, men qanchalik chanqog'im bo'lmasin, bu suvdan voz kechaman. Demak, vazifa ovqatingizni siz agar yeyishdan oldin o'sha hidi chiqib turadigan lattaniga yuvib idishda o'shanga ovqat solib kelib hidlab ko'rsangiz, ikkitadan keyin ovqat yegingiz kelmay qoladi. Miya siz aytasiz, ya bu ovqat shirin, zo'r, mazza ovqat, bu zo'r ovqat deb biron bir tortni o'sha hidi chiqib turadigan latta bilan tarelkani artib olib kelib boyagi tortni hidlab yeyishni boshlasangiz, boyagi lattani hidi kelishi bilan tort umuman sizni ko'nglingizni aytishni boshlaydi. Tort yegingiz kelmay qoladi. Demak, qadrdonlar, biz ovqat yeyishimizni sababi ovqat industriyasi bizga aromatizatorlarni berishdi. Bu aromatizatorlar bizni aldab qo'yishadi. Boyagini hidi miyaga urib, miyaga bu ovqatni chiroyli ko'rsatadi. Hid bilan ovqatni farqi bor, qadrdonlar. Nimaga biz buni aytyapmiz? Nega men sizga bu tomoniga e'tibor bering deyapman? Chunki biz vazifamiz qomatimizni sozlash. Umuman olganda men sog'lom bo'lish tarafdoriman. Sizni qomatingizni ingichka bo'lib ketishi ham tarafdori emasman, o'ta semiz bo'lib ketishi ham tarafdori emasman. Men sog'lik tarafdoriman. O'shaning uchun men iloji boricha sog'lomlashish, sog'likka tegishli bo'lgan mavzularni o'rtoqlashaman va o'sha go'zallashishda ham, ya'ni ozishda ham iloji boricha men siz bilan sog'lom bo'lgan, foydali bo'lgan usullarini o'rtoqlashishni lozim ko'raman. O'zi umuman ovozim eshitilyapti. Men o'zimga o'zim xursand bo'lib gapiryotibman. Menga odam bo'lsa gapiraveraman, gapirsam maza qilaveraman, bir nimalar bilan o'rtoqlashsam, bir nimalar tushuntirsam maza qilaveraman. Ovoz bo'lsa, haligi yurakchalar qo'ringlar, haligi layklar qo'ringlar. O'zi bekor o'tirmay yurakcha bosib o'tirsanglar ham bo'laveradi. Haligi zerikmay o'tirasizlarda, mana bunday, mana men bosyapman bu yurakchan. Ovoz bormi, yo'qmi? Ovoz bormi, yo'qmi? Agar ovoz bo'lsa bor deylar. Aha. Ovoz bormi? Ovoz, ovoz, ovoz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ana, kimdir, rahmat, rahmat. Kimdir hozir bo'kib ovqatlanayotgandim deb qopti. Ana qarang, tasavvur qiling, o'sha ovqatingizga haligi boya aytganimday anaqa achib qolgan lattani hidini qilib qo'ysak, siz shu ovqatni qanday yeysiz? Yeyolmay qolasiz. Qarang, lekin sizni badaningizga shu ovqat kerak emas o'zi aslini olsa. Sizni badaningiz aksincha, ayniqsa hozir ro'za tutganda, sizni hozir badaningizga srazu ko'p ovqat kerak emas. Sizni badaningizga kam miqdorda ovqat yetadi birinchisida. 1,5 soatdan keyin yana kamgina ovqat yeb qo'yasiz. Yana 1,5 soatdan keyin yana kamgina yeysiz, organizmingiz qiynalmasdan to'yadi. Agar biz bitta o'tirishda och qorindan bitta o'tirishda ovqatni ko'p yeb olsak, oshqozonimiz shokda bo'lib qoladi, nagruzka bo'lib qoladi, buzilib qolishi mumkin. O'shaning uchun buni ham o'ziga xos qonun qoidalari bor. Demak, buni mendan yaxshi bilasizlar. Demak, aromatizatorlar. Bugundan boshlab ovqatni hidini hidlamasdan yeyishga harakat qilib ko'ringlar. Ovqatni naqadar bemazaligini siz sezib qolasiz. Ovqatni mazasi hidi bilan, qadrdonlar. Va siz shu ovqatga o'chligingiz, ovqatni mazzasini sezib, shu zo'r deb o'ylashingiz hidi orqali. Demak, biz qarang, ovqatni o'zini yemaymiz. Biz ovqatga o'chmasmiz, ovqatga zormasmiz. Bizni badanimizga ovqat kerak emas. Ovqat bizni ongimizga kerak. Ongimizga yana ham analiz qiladigan bo'lsak, o'tmishdagi xotiralar va hid. Hid bizni badanimizni
kasal qiluvchi ovqatni bizga shirin chiroyli ko'rsatib qo'yadi. Endi qarang, mana bir xillar judayam oriq, ozg'in. Ular nima qilsin? Ular kuniga ovqatni dozasini oshirsin. Masalan, bir kunda siz bir kosa ovqat yeyotgan bo'lsangiz, har kuni 3 kosadan 3 qoshiqdan ko'paytiring. Sekin, shoshmay ko'paytiring. Bir hafta deganda ancha ko'paytirib qo'yasiz ovqat yeyishni, vesingiz ham ancha ko'payadi, qadrdonlar. Demak, lekin ozishni xohlaganlar, go'zallashishni xohlaganlar, siz paka ratsionda o'zgartirmaysiz. O'sha yeganingizcha yeb turaverasiz. Lekin men aytayotgan gaplarni tinglab turasiz, butun borlig'ingiz bilan, har bir hujayrangiz bilan eshitib turasiz. Va biz siz bilan mana shu ovqatlanish haqida suhbatlashayotganimizda sekin astalik bilan sizni badaningizda o'ziga xos ovqatga nisbatan munosabat shakllantiramiz. Bizni vazifa og'riqsiz, zo'riqishsiz, bemalol chiqib ketish ovqatlanishdan. E, Mana aromatizatorlarsiz ovqat qilaman deyaptilar. Siz ovqat qilganingizda aromatizatorlarsiz qilishingiz bilan baribir, misol uchun, ovqatingizda xohlasangiz xohlamasangiz ozgina bo'lsa ham mana masalan tuz solasiz. Tuz ham aromatizator. Ovqatingizga ozginagina misol uchun zira solasiz. Bu ham idealniy aromatizator. Bu aromatizatorlar ovqatga mazza beradi deymiz. Mazza emas, hid beradi. Mazza ham beradi, chunki biz hid bilan mazza retseptorlarimiz bir-biri bilan mujassam ishlaydi. Ovqatga tuz solmay yeb ko'ring-da, siz shu ovqatga o'ch bo'lmay qolasiz. Agar ovqatga tuz solmay yesangiz, boyagi ovqatni boshida yoymaysiz. Lekin sekin-sekin yeyishga o'rganib olsangiz, misol uchun, sekin-sekin tuz solmay yeyishga o'rganib olsangiz, keyinchalik ovqatingizga tuz solmasangiz ham yeyishni o'rganasiz. Lekin sizda bu ovqat o'ziga tortmaydi уже. Siz bemalol bo'lib qolasiz. Siz sohangiz nima, doktormisiz debdi. Xom tuxum foydali, hidi yoqimsiz. To'ppa-to'g'ri. Xom tuxum foydali bir tomondan. Agar to'g'ri ishlatilsa, u ham agar tuxumning ichida har xil bo'lmag'ir qurtlar bo'lib qolishi mumkin ba'zi bir tuxumlar ichida. Shuning uchun xom tuxum yo tuxumni xomlab ichish maqsadga muvofiq emas hisoblanadi. Ana, demak, men ayol kishi, men o'zi soham bo'yicha haligi ko'plab yo'nalishlarda sohalarim bor, ko'plab diplomlarim bor, 3 ta 4 ta diplom bor. O'shaning uchun bu yo'nalishda men hozir esa biz qarang, mana oson sistemasi. Oson degani ongli, sog'lom, ozish, psixologik texnologiyalar. Haligi neyropsixologiyasi, ya'ni neyropsixologik sistemalar. Demak, qadrdonlar, mana go'zallashib ketayotgan bo'lsangiz, ya'ni vesingiz ko'payib ketayotgan bo'lsa, shoshmasdan, qo'rqmasdan, birinchi o'rinda siz hozir shunday tinglab turasiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz iloji boricha ovqatga hidiga e'tibor bermasdan ovqatlanish. Qanaqa bir yo'lini topib ko'ring, bir o'zingiz eksperiment qiling, ko'rasiz hidni naqadar muhimligini. O'zi buni mendan ham oldin bildingiz, e'tibor bermay yurgansiz. Endi men sizni e'tiboringizni qaratyapman. Nega? Sizni gipnozdan qutultirish uchun. Qanaqa gipnoz? Ovqat yemasam o'laman degan gipnoz. Bu ovqat shirin, ovqat yesam mazza qilaman. Bu gipnoz. Ovqat yesangiz mazza qilmaysiz. Ovqat yesangiz siz o'tmishdagi voqeaga qaytasiz. O'tmishda shu ovqatni yeganingizda kimlar bilandir yaxshi o'tirgansiz, ana o'sha xotirani eslash uchun ovqat yeymiz ko'pimiz. Mana masalan bir yaxshi ko'rgan ovqatlar shunaqa bo'ladi. Buni kecha bergan vazifani bajarganlar bilasiz. Bugun esa biz hidlarga e'tibor beramiz. Ovqat yeyotganda agar siz idishingiz chala yuvilgan latta bilan yuvsangiz, boyagi lattani hidi chiqib tursa, idish lattani hidi chiqib tursa, siz bundan choy ham icholmaysiz, suv ham icholmaysiz, ovqat ham yeyolmaysiz. Demak, ovqatni kamaytirishni xohlaganlar ovqatni hidini noxush qiling. Xohlaganlar noxush qilmashingiz mumkin. Qarang, siz ovqat hidini noxush qilib qo'ydingiz-a? Men ovqatni hidini yomon qilib qo'ydim-a? Kelib o'tiramanda yeyman-ku. Majburlasam ham shu ovqatni kamgina yeyman, deb jonimga tegadi, nerv sistemam ninada deydi. Yeganimcha yeyman, o'sha qornimni ehtiyojini qondirganchagacha hidga e'tibor bermay turadi-da badan.
o'sha ehtiyojga yetib kelgandan keyin xuddi albatta tashlab buni kerak emas deydi. O'sha yeyishni to'xtataman. Lekin qornim normal bo'ldi, yaxshi. Haligi ochimdan o'lib ketmayman. Tushuntira oldimmi? Bu sizlarga bitta usul. Buni qilinglar hozirdan, qil degani emas, qilib ko'ringlar deyapman. Bir mazasiga e'tibor beringlar. Lekin bugungi kuni bilan qilib yurishingiz kerak bo'lgan bitta kuchli vazifa bor. O'rganishimiz kerak. Qadrdonlar, nimadan o'rganasiz? Qorningizni och yurganiga mazza qilishdan o'rganamiz. Meni qornim och yursa bir xilda, men shundan mazza qilaman. Nega? Chunki qornim och, qornim ichiga kirib ketyapti, go'zallashyapti meni badanim. Men ana o'shani bilib turaman. Agar men qornim och va qornim ichiga kirayotganini bilib turganimda, ochlik menga yoqadi. Ikkinchi bir muhim bilim bor menda. Men ovqat yemay yursam ham sillam qurimaydi. Siz o'ylamang, ovqat yemasam sillam qurib, charchab yo'q. Agar biz ilmiy nuqtai nazardan yondashsak, odam ovqat yemay yursa, sillasi qurib charchamaydi. Endi mana bu yerda agar siz misol uchun sahr bo'lgan yoki boshqa noxush oshqozonida gastriti borlar, tabiiy hol avval siz o'sha nosog'lomlikni to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni siz avval o'sha sahrni holatida kuzating. Agar doktorlar ora-orada kecha biz aytganday, ora-orada kam-kamdan yeb turing deydi. Bu yeb turing. Bitta o'tirib, bitta tiqib, to'ldirib, keyin yana 5 soat yem yurib, unaqa bo'lmaydi. Ora-orada kam-kam yeb tursangiz yaxshi. Agar qandaydir nosog'lomliklar bo'lsa, bunda tabiiy hol bu usulni qo'llanmay tursangiz bo'ladi. Lekin agar siz yaxshi bo'lsangiz, sog'lom bo'lsangiz, lekin semirib ketayotgan bo'lsangiz, demak siz vazifa ana o'sha ochlikdan mazza qilishni o'rganish. Och yursangiz, men masalan o'zimdan misol qilib aytib beraman. Men och yursam, qornim ochligida yog'lar ketayotganidan, qomatim go'zallashayotganidan, harakatim erkinlashayotganidan ichimda xursandchilik paydo bo'ladi-da, boyagi ochlikda meni miyam zo'r deb o'ylaydi. Va men ochlikdan mazza qilib, xotirjam yuraman, xursand yuraman. Och bo'lsam ham yuraverim. Ichim bunday kirishib ketayotgan bo'lsa, qornim ochib ketdi, o'lib ketyapman. Men ovqat yemasam o'laman. Ovqat nerv sistemamni tinchlantirishim kerak deb yurmayman-da. Mazza deyman, bo'shashaman. Qanday mazza? Och, zato mana hozir qornim och, badanimdagi yog'larni ishlatyapti badan. Yaxshi ishlataver, mazza deyman. Och bo'lsam kuchim bo'lmaydi, och bo'lsam quvvatim bo'lmaydi degan gapga men allaqachon ishonmaydigan bo'lib ketganman. Hecham. Aksincha, endi sizlarga hozir men bitta yangi programma, yangi miyangiz uchun yangi, lekin ilmiy nuqtai nazardan isbotlangan va hammangiz tajribangizdan o'tgan programma. Demak, birinchi vazifani bildingiz. Birinchi vazifa hidlar, ikkinchi vazifa ochlikdan mazza qilish, uchinchi sizdagi programma, sizni gipnozis. Birinchi gipnozis nima edi bu? Ovqatning mazzasi zo'r. Yo'q, ovqatning hidi zo'r. Adashmang. Hid esa mazza emas, ovqat emas. Ikkinchi gipnozimiz bu bizni gipnoz tashashgani. Och yursam og'riyman, qornim og'rib ketdi, ochlikdan qornim og'rib ketdi, sillam qurib ketdi, och yursam qaltiroq tutadi, bo'lmagan gap. Ochlikka biz chidolmasligimiz sababi badan chidolmayotganidan emas, mana u chidolmayotganidan. Demak, ochlikdan mazza qilishni o'rganamiz. Ikkinchi programma bu. Uchinchi programma esa hozir men sizlarga buni tushuntirib beraman. Ya'ni bu men ovqat yemasam sillam qurib ketadi, kuchim yo'qib ketadi degan programmangiz. Bu noto'g'ri tushuncha. Agar biz masalan sizni tasavvur qiling, qorningiz to'q. Hozir qorningiz sal o'rtacha to'q bo'lsin-da, bir narsa yegingiz kelsa, lekin o'rtacha to'q qorningiz. Siz hozir sizga borib magazinda qarab keling, magazinda biron bir ovqatmi, nonmi bir narsa olib keling desa, ertaga chiqaman deysizda yotasiz. Nega? Chunki organizm, hamma tabiatda har bir organizm aytadi. Har bir hayvonni, odamni, hamma organizmlar aytadi. Bizda ovqat bor, zapas bor. Shuning uchun ovga chiqmasak ham bo'ladi deydi. Organizmda ovqat tugaydi-ku, zapas tugaydi-ku, qorin ochadi-ku. O'sha payt organizm aytadi: "Tak, xo'jayin, bizni qornimiz ochdi. Hozir biz bironta bir qushni, hayvonni ovlashimiz uchun sizga kuch kerak.
Mana sizga bir pachka kuch deydi. O'tib chiqaradi quvvatida. Borib bitta hayvonni oling, yeyik deydi. Keyin biz qornimiz och, ishdan hozir keldik, charchab keldik. Nerv sistemamiz charchab yotibdi. Qornimiz och. Nima qilamiz? Shartta o'rnimizdan turamizda, ko'chaga chiqib, magazinga boramiz. U yerda hech bola yo'q, yopiq. O'sha magazin ishlayapti deb yoqqa boramiz. Yog'da yo'q oqa. Oladigan narsam nargisiga boramiz. Butun rayonda aylanib kelamiz pishkom. Bir ovqat topish uchun kelib ovqatni qo'yamiz. Haligi yesak yedik, yemasak tappa uxlaymiz. Qarang. Lekin qorin to'qligida hayotda bunaqa ko'p yurmaymiz. Chunki bizni organizm ochligida ko'proq quvvat ishlab chiqaradi, qadrdonlar. To'qligida emas. To'qligida bo'ldi xo'jayin, ovladik, endi hazm qilib oldik, yotdik birpas, kuchdi, kelgusiga yig'amiz. 5-6 soat barken ovqat yeymiz deydi. Ana shuning uchun bizni vazifa, qadrdonlar, ovqatni qorinni to'ydirib quvvat beradi degan fikrimiz xato. Keyin ovqatni miqdori muhim ahamiyatga ega degan xato gaplar. Ovqatni miqdori hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Ovqatni sifati ahamiyatga ega deyishingiz mumkin. Bu ham noto'g'ri. To'g'ri, qaysidir miqdorda to'g'ri. Lekin asosiysi ovqatni turi. Biz kam ovqat yesak ham, turli ovqat yesak, ana o'sha turli ovqat to'g'ri bir-biriga mutanosib qilib, to'g'ri mutanosiblab turli tuman ovqat iste'mol qilsak, kamgina iste'mol qilsak ham, ana o'shani ichida bizga kerak bo'lgan barcha to есть vitaminlar, mikronutrientlar, kerakli bo'lgan mikroelement hammasi bo'ladi va bemalol bizning organizm kam ovqat yesak ham ko'p uzoq ishlay oladi, qadrdonlar. Demak, bizni vazifa bugun mana shu 3 ta programmani, 3 ta gipnozdan qutulish. Birinchisi bu ovqatni mazzasi, uni mazzasidan yo'q. Ovqatni mazzasidan emas, qadrdonlar. Gap hidda. O'shanga e'tibor bering va eksperiment uchun ovqat yemoqchi bo'lgan idishlaringizdan o'sha hidi chiqib turadigan lattan surib qo'yingda, ovqat solib yeb ko'ring, ko'ramiz qanaqa ekansiz. Mazzali ovqat bo'lsa ham boyagi hid mazzali ovqatni rasosini chiqarib qo'yadi. Ikkinchi, demak, hidlar bizni aldaydi, aromatizatorlar bizni aldaydi, qadrdonlar. Demak, xo'sh, ikkinchi gipnoz bu ochlik yomon holat. Yo'q, ochlik rohat baxsh. Agar siz to'g'ri yondashsangiz. Xo'sh, uchinchisi bu hozir aytganimizdek, ovqat yesam quvvatim bo'ladi, ovqat yemasam quvvatim bo'lmaydi. Bu ham yolg'on. Bu ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ilmiy nuqtai nazardan noto'g'ri, qadrdonlar. Kelishdik-a? Demak, mana xo'sh, ozishim oson. Sizni tavsiyangiz bilan. Ha, to'g'ri, ana to'ppa-to'g'ri ozib ketaverasiz. Bemalol ozish problem emas. Qornim chiqib ketyapti, nima qilsam bo'ladi? Mana men aytayotgan gaplarni eshiting. Paka hozircha hech narsa qilmay turing. Men aytgan gaplarni eshiting va fikrlang. Hozircha siz ovqat yeb yurishingiz sababi mana bu yeringizda, o'tmishingiz, bu hozir aytayotgan gaplarda. Siz bu gaplarni ovqat yeyishingiz va ozishingizga daxli yo'q deb o'ylamang. Aynan mana shu gaplar, mana shu programma siz mana bu yerda o'tiribdi. Shuning uchun siz gupirlatib yeyapsiz. Yaxshilab eshiting, bir marta emas, 5-10 marta eshiting, videoni ko'p marta ko'ring. Toki miyangizga singsin shu gaplar, singib ketsin. O'zi sekin ovqatdan uzilishni boshlaysiz. Agar men aytgan kechagi mashqlarni qilsangiz, qaytib ko'rib chiqing kechagini. Agar bugungi mana bu aytayotgan mavzularni yaxshilab anglashga, tushunishga intilsangiz, albatta holatingiz ideal bo'ladi. Mana qarang, endi masalan siz ovqat yeyotganda hidini bilmaslik uchun boya aytgandek yomon latta surtingda, o'shani yeng. Chunki biz ovqatni biz uchun yoqimsiz hissiyot bilan bog'lash kerak. Tabiiy ovqatga qaytishimiz kerak. Ana to'g'ri, haligi qorningiz ochligida kuch paydo bo'ladi. Bu tabiiy holda, bu tabiiylik. Tabiatda shunaqa. Lekin qornim ochligida men haligi kuchsiz bo'lib qolaman degan gap bu noto'g'ri gap. Kelishdi. U biz prosta programmalab qo'yganda, bu programma qarang, qayerdan keladi programmalar? Bo'sh qop tikka turmaydi degan programma.
Demak, men ovqat yesam kuchim bo'ladi degan programma. Bu noto'g'ri, xato programma. Keyingisi, misol uchun, e, qani boshqa isimiz yo'q o'zi bu yerda. Demak, men och o'tirsam, kuchim bo'lmaydigan gap noto'g'ri bu ham. Qarang, mana hop, mana boshqa programmalarni ko'rib chiqadigan bo'lsam, boshqa SMS yo'q, hech qanaqa boshqa SMS. Rahmat deyishyapti, sizlarga ham rahmat. Ro'zada ochlik e, quvvatimga umuman ta'sir qilmayapti. Energiyaga to'lib yuribman. To'ppa-to'g'ri. Chunki siz ochlik naborot sizga shifo baxshligini, ochlik sizni qomatingizni yana ham go'zallashtirishini, ochlik sizni ichki sistemangizni yangicha darajaga ko'tarishini tasavvur qiling va siz ochlikni yomon dushman, bir qo'rqinchli narsa deb o'ylamaysizda, ochlik tabiiy hol deysiz. Va ovqatni esa kam yeb yuring. Ko'p ovqatni bitta o'tirishda yemang, umuman ovqat yemay ham yurmang. Endi hozir ro'za-ku. Ro'za paytida ovqat yemay yurasiz. Lekin boshqa paytlarda har 1,5 soat, 1 soat, yarim soat, 1 soat, 1,5 soatda bir nimadir yeb yuring. Lekin bo'kib yemang. Kelishdiki? Xo'sh, bugundan boshlab, kechadan boshlab o'zi shakar yeyishni to'xtatganmiz. Kechadan boshlab drojali mahsulotlar yeyishni to'xtatganmiz. Boshqa hech narsa o'zgartirish kiritmang. Shu turish yeb turaveringlar. O'zim aytaman nima qilishda. Ovqatdan oldin olma yeb oling. Albatta ovqatdan oldin olma. Ayniqsa hozir ro'za paytida og'zingizni ochdingiz suv bilan yoki nima bilandir ochdingiz. Va shu ondayoq bir ovqat ichishdan oldin bitta olma yeb oling. Siz oshqozoningizga to'g'ri bifidobakteriyani ekishingiz kerak, qadrdonlar. Bizni oshqozonimizda noto'g'ri bifidobakteriya ko'payib ketgan. Bu o'sha go'sht, yog', kanserogen va o'sha maqsadga muvofiq bo'lmagan oziq moddalarni hazm qiluvchi yot bakteriyalar, patogen bifidobakteriyalar ko'payib ketgan. Patogen degani kasallik keltirib chiqarishga moyil bo'lgan bifidobakteriyalar ko'payib ketgan. O'shaning uchun bizning vazifa hozir bizni badan uchun kerak bo'lgan va bizni badanda sog'likni ushlab turadigan bifidobakteriyalar ko'paytirishimiz kerak. Kunimizdan bir kun yo ertaga, ertadan keyin shakar haqida aytib beraman. Undan keyin ro'za haqida aytib beraman. Ana undan keyin davom ettiraveramiz. Kelishdiki? Mana shu. Hozircha bugunga bo'ladi 3 ta vazifa sizlarga. Shu uchalasini bajaringlar, xudo xolasa uchrashamiz. Kelishdiki? Mana savol kimdir bergan bo'lsa, men bir qarab qo'yaychi. Shakar to'xtatganimga ancha bo'ldi. Yashang, молодец. Bosh aylanishi nimadan? Bosh aylanishi kislorod yetishmasligidan, keyin qonda temir moddasi yetishmasligidan, ovqat yetishmasligidan emas, qonda temir moddasi yetishmasligidan bo'lishi mumkin. Anemiya degani bu ovqat kam degani emas. Anemiya degani kislorod hujayralargacha yetib bormayapti degani. Buni yetkazib borishda esa tabiiy hol temir moddasini ahamiyati bor. Temirga boy vitaminlarni ichsak bo'ladimi? Vitaminlar haqida ham alohida aytib beraman, paka ichmay turing. Paka olma yeb turing. Ko'p kilogrammlab olma yeng. 1 kilogramm olma 20 ming so'm turadi. 1 kilogramm olmani oyda gizillatib o'tkazingda, mikserdan. Gippilatib bitta iching, qorningiz ham to'yadi. Boyagi ishadi ham qorningiz boshida, chunki bifidobakteriya yo'q uni hazm qiladigan hozircha. Yetarlicha vitamin ham olib olasiz. Ana, assalomu alaykum. Marafonda ozg'inroq odamlar ham qatnash bo'laveradi, nima bo'lmasa. Любой odamga qatnash. Biz hozirda sog'lom o'zini qomatini ushlab turish haqida gaplashamiz. Qarang, qomatni to'g'ri sog'lom qilish, ovqatlanishni to'g'irlash va badanni sog'lom qilish haqida suhbatlashamiz. Men qancha ovqat yesam ham semirmayman, ozmayman. Nimaga bunday? Balki bu sizni o'zingiz badaningizni o'ziga xos xususiyatidir. Mazza qilib foydalanib yuring bu xususiyatidan. Haligi ovqat yeb oling, agar semirmasangiz, lekin ovqatga qul bo'lmang. Ovqat yeyish bu bir o'ziga xos zo'r vakolat emas. Ovqat yeyish bor yo'g'i o'sha sizni vaqtingizni oladigan va sizni pulingizni kamaytiradigan, ovqatni quliga aylantiradigan, ovqatni bir xillar o'zi 90% odam ovqat yeyishini sababi ochlik emas.
ovqat yeyishimiz sababi biz o'sha ovqat orqali o'zimizni ichki kechinmalarimiz, stressimizdan qochish, stressni kompensatsiya qilish. Bu o'tmishdagi voqealardan kecha tushuntirib berganman buni. Birinchi videoni ko'ringlar, qadrdonlar. Tez ovqat yeyish insulinni qonda oshishiga sabab bo'ladi. Bu esa insonni semirishiga olib keladi deyishadi. Bunga qanday fikrdasiz debdi. Qarang. Tez ovqat yeyish qonda insulinni oshishiga. Insulin oshishi uchun qonda o'zi umuman oshqozon bezi insulin chiqarsa yoki buyrak usti insulin chiqarsa, boyagi insulin chiqishinin sababi shakar paydo bo'lgandan keyin o'sha shakarni hazm qilish uchun insulin chiqadi. Mana ovqat shakar yedim, shakarni hazm qilish uchun insulin chiqadi. Agar insulin chiqmasa, demak organizmda boyagi shakar hazm bo'lmay qoladi. Shakar hazm bo'lmay qolishi oqibatida qonda qand miqdori ko'payib ketadi. Bu maqsadga muvofiq emas bo'lib qoladi. O'shaning uchun oshqozon osti bezi insulin chiqarib turishi kerak. Agar insulin chiqarmasa, odamlar o'zi keyin boyagi anaqa bo'lganda o'sha insulin qiladi, insulinni zavisimi bo'lib qoladi bu. Demak, qarang. Agar ko'p ovqat yeyish emas, shakar yeyish o'shanaqa vujud o'shanga olib keladi. Lekin ovqatni kam yeb turishingiz oshqozon ichak tizimingizni ma'lum bir rejimga moslashtiradi. Nega ovqatni kam yeb turing deyapman? Chunki qadrdonlar, biz shu paytgacha ko'p ovqat yeb, 2 kosa, 2 kosa, 1 kosa, yana bir lagan, 1 kosa, 2 kosa, yarimta buxanka bilan yo'rib oshqozonimizni katta qilib qo'yganmiz. Oshqozonimiz katta bo'lib qolgan. İçine ko'p narsa ketadi. Shuning uchun uni bo'ktirib sig'dirish uchun yana ko'p narsa yeymiz. U yana ko'payadi, yana ko'p narsa yeyadi. Ana shunaqa kengaveradi. Yana ovqat kirganda, bunday ovqatingiz ichkariga tushganda birpasdan keyin munday bo'lib qoladi. O'zi semiradi ovqat. Kattalashadi, bo'kadi, iviydi, boshqacha qilib aytsak, haligi mol boqqanlar biladi. Haligi yarim tog'ora yoki yarim paqir suv solasida ikkita buxankani shunday tashlasangiz, boyagingiz 70% paqirni to'ldirib qo'yadi. Keyin uni molga berasiz, bechora mol yeydi uni. Ana demak, bizni vazifa, qarang, bizni vazifa qorinni kichraytirish. Qorinni kichraytirib olishimiz kerak. Ovqat kamdan tez yeb tursangiz, qorin sekin kichrayib oladi. Kichraygandan keyin mana bo'lmaydi. Bunday bo'lmaydi. Siz kam ovqat yeysiz ham qorningiz to'yqlik hissini beraveradi. Qorinni to'yish emas, qonni to'yish kerak. Qon to'yish kerak. Qarang, qorin to'yish kerak emas, qon to'yish kerak. Qanday bunga erishamiz-da? Ertaga yoki ertadan keyin men druja haqida gaplashganda o'shani ochib beraman. Kelishdinglar? Demak, hozir qadrdonlar, mana bugungi vazifalarni bilib oldinglar. To'g'ri gap, jahlim chiqsa ovqatni ko'p yeyman. Chunki kompensatorning funksiyasi juda ko'p, juda ko'p. Mana energiyani qanaqa qilib oshirsa bo'ladi? Sizni energiyangiz tabiiy ovqat yemaganingizda yuqori darajada bo'ladi. Qorni och odam ovqat izlab ketadi, yuradi u. Organizm aytadi, qorin och, bitta hamdan topib yeyishimiz kerak deb. Agar siz qorningiz ochligida bilsangiz, ha, qornim ochligi bu zarar deyman, naborot mazza. Men hozir ora-orada kam mana ochmi yapmanda, o'rtacha ochlikda yuribman. To'q bo'kib ketmagan, och bo'lib ketmagan. O'rtacha to'qlik, o'rtacha ochlikda yuribman. Oshqozonim kichrayib olgan. Natijada menda nima bo'ladi? Organizmim to'q bo'lmaganim uchun doimiy ravishda quvvat ishlab chiqaradi. Chunki doim bitta narsa ovlash kerak. Organizm doim quvvat ishlab chiqarib turadi. Suv ko'p ichib tursam, uyqusizlik ketadi. Uyqusirash, bunda lanj bo'lish suv yetishmaganligidan, qadrdonlar. Kelishdinglar? Suvni yetarlicha ichamiz. Keyin ovqat yeb qorningiz ovqatga tortsa yoki ovqat suv iching. O'rtacha suv ichib turing. Bu o'ziga xos sizni badaningizda qanaqadir bir ovqat talab emas, suv talab badaningiz. Lekin siz buni ovqat deb almashtirib qo'yasiz. Buni kecha tushuntirib berganman, kechagi videoni bir ko'ringlar, qadrdonlar. Qarashu, lekin meni shifokorlar saxir deyishdi. Saxir bo'lishini sababi shirinlik yeyish emas. Saxir bo'lish sababi oshqozon osti bezi insulin chiqarishni kamaytirib qo'ygani. Qarashu. Endi bizni ovqat yeyishimiz bu reflekslar, qadrdonlar. Biz o'zimiz to'xtata olmasligimizning sababi refleks. Biz shu yo'ramiz, boyagi kompensatorning sistema, boya aytganimdek, biz ovqat ko'p yo'rishimiz sababi o'tmishdagi ovqat yeyishdan mazza qilganimiz.
Eslanglar mana oddiy programmalarda aytib beraman hozir sizlarga. Birinchi programma nomer 1. Birinchi programma nomer 1 emas. Birinchi programmamiz qarang. Programma nomer 1. Yangi yilda hammamiz norin yeymiz, to'g'rimi? Programma nomer 2. Tug'ilgan kunga Coca-Cola olib beraman. Programma nomer 3. Sevishganlar morojniy olib yeyishadi. Morojniy bu sevishganlar belgisi. Morojniy bu muhabbat belgisi. Morojniy ichi to'la shakar. Morojniy badaningizni kirgizadigan joyga kirgizadigan narsa. Morojniy mizday sovuq shakar. Yeganingizdan keyin, morojniy yeganingizdan keyin oshqozon ichak tizimingiz dabdalasi chiqadi. Zato bu muhabbat belgisi. Men morojniy yeyman. 4. Tug'ilgan kun nishonasi. 4 tug'ilgan kunda bo'ladi. Tug'ilgan kunimda bayram bo'lgan. Shuning uchun men hozir 4 yesam, tug'ilgan kunimga qaytib ketaveraman. 4 yesam, xayolimda yana tug'ilgan kunimdaman. Shuning uchun menga 4 beringlar, 4. Menda hozir stress bo'ldi. Ana o'rishib qoldim. Mana 4. Men 4 yetganimda refleks meni tug'ilgan kunimga qaytarib tashaveradi. Endi eng zo'rini aytaman. To'yda hammamiz nima yeymiz? Osh yeymiz. Osh yeymiz. To'yda yeymiz oshni. Shuning uchun oshni yeganimizda xayolimizda to'ydamiz. Bizni badanimiz aytadi, osh yeyapsan, demak to'y. Osh demak to'ydamiz biz. Osh yetganda bayram biz esimizga tushadi, qadrdonlar. Qarang, bizda o'sha eng qizig'ini aytib berayim. Agar men aytgan ishni qilsang, shokolad beraman. Men aytgan ishni qilsang, shokolad beraman. Yig'lama, shokolad beraman. Bizni shu darajada ovqatga programmalashgan, qadrdonlar. Bizni shu darajada ovqatni yaxshi ko'rishga, ovqatga deyarli sig'inishga olib kelib qo'yishganki, biz nonga sig'inamiz, qadrdonlar. Hattoki nonga sig'inamiz. Olib turib peshonamizga surtib o'p qo'yamiz. Mayli, qadrlang, uvol qilmang. No, sig'inish kerak emas-ku. Programma, gipnoz buni hammasi, qadrdonlar. Voz keching, yolg'on. Ovqatga sig'inishni to'xtatinglar. Ovqatga sig'inishni to'xtatinglar. Demak, qadrdonlar, ana shunaqa gaplar. Bugungi vazifalarni bilib oldingiz, Xudo xolasa bajarasiz. Ertaga hammamiz uchrashamiz. Yoki ertadan keyin uchrashamiz. Ertaga yakshanba bo'lsa, ertadan keyin uchrashamiz. Hammangizga rahmat. Uchrashguncha taklif qilinglar, odamlarni qo'shilishsin. Hali gruppamizga qo'shilib olinglar. Odam qancha ko'p bo'lsa, mana sizlar hozir ko'p bo'lib o'tiribsizlar, odam qizishib, mazza qilib gapiradi. Haligi yana ham qizishib ketaveraman. Men sizlar uchun yana yangi narsalar o'ylab topaveraman, izlayveraman, ilmiy tekshirishlarimni aytaveraman, boshqa olimlarni ilmiy tekshirishini siz bilan o'rtoqlashaveraman. Faqat iloji boricha haligi bajaringlar mashqlarni. O'zi v prinsipi menga odam soni kerak emas. Administratsiyamiz aytgani uchun aytyapman bu gapni. Menga haligi 100 ta bema'nidan 3 ta ma'noli bo'lgan yaxshi. Qarang, mana savollar berishibdi ustoz. Hozir har vitamin boy giyohlar ko'payib ketgan. Shuning uchun vitaminni bilmaymiz. Paka u haqida aytib beraman, shoshmay turing. Ko'krak bezida tig' bor, maslahat bering, dorisiz davolanishni. Kechirish, birinchi o'rinda kechirish. Bu haqida boshqa kursimizda gaplashamiz. O'sha kursga kelishni tavsiya qilaman. To'g'ri gap, jahlim chiqib, хорошо. Men bolaligimdan shirinlikni yoqtirmaganman, lekin meni shifokorlar sahar deyish. Boya aytganimda, shirinlikka daxli yo'q sahrda. Sahr oshqozon osti bezi insulin chiqarmay qolishi, siz ko'p yoki kam shirinlik yeyishingizga daxli yo'q, u stressdan. Rahmat, e'tibor qoldirma, javob bersana. Shunaqa. Osh yeymiz tungi soat 12da. Osh yeymiz ertalab soat 6da. Chunki osh 6da borib osh yeymiz. 12da osh yeymiz. O'ldirsa ham osh o'ldirsin o'zbekda. Ana. Zapisi bo'ladi, ha? Bo'ladi. Bugungi efirni zapisi beriladi, Xudo xolasa. Rahmat, Omar, rahmat. Endi qadrdonlar, hammangizga rahmat. Xudo xolasa uchrashamiz. Vazifalarni bajaringlar. Mana 3 ta vazifa aytdim. O'shani prosta fikrlash. Paka fikrlang. Qarang, men sizga sport bilan shug'ullaning demayman. Men sizga ovqatlardan voz keching demayman. O'zim shunday qilib voz kechib yuborasiz.
ana shuning uchun prost eshitib tursanglar bo'ldi. Kelishdika. Keyin boyagi eksperiment. Olingda lattani surtingda bunday idishingiz atrofiga. Ay. Keyin o'shanga ovqat solingda deb iching. Ha, deysizda ikkitada tashlab qo'yasiz. Umuman yegisi kelmay qoladi. Polniy apetit yopiladi. Chunki ovqat sizda o'tmishni eslashni to'xtatdi. Original holatingizga qaytib kelasiz, qadrdonlar. Kelishdika, rahmat. Demak, xo'sh, ana. Endi ertaga uchrashguncha. Rossiya ovqatni quli bo'lib, sig'inib ham ketganmiz ovqat go'sht. Bo'ldi. Paka-paka. Hammaga rahmat. Ertagacha tanish bilishlar taklif qilinglar. Xudo xolasa qadrdonlar, siz bilan uchrashamiz. Paka.